Olda şu keski olda bana bu sizde karşısında bana onda kul var bana bu Kars Kulü deb ataladi. Kars Kulü. Hem de bu Kars Kulü boyundan bana ondan to boyundan gitar yılga endi. Şunda dalşı gitar yanın Kabak Kulü tağın Dümbaklık degan atalgan жерде tağın Kars Kulü var. Hem de avulun ortasında başında bana onda hani Qozon Kulü degan yer var. Elekki abzılar eteleri o Qozon Kulü nık tireni jumru yol. Mında iki dilbege düşürüp gitmedi diler buyuna. Dilbege alaytı metrda olsa mana ot dilbegesi bilasizmi? İki dilbege gitmeydiler ya. Mana harunda sayaktı, onun har tibide var. Onda har jeykede suuda bite. Hem de şu Qozon Kulü'ne çıkartılan Jarmak boyuna iki köprü var ya. Olu köprü, belki köprü. Halk bana ilk vakitte özünün akşasına, özünün materyalları salan. Birinci olu köprü bulgan, ikincisi belki köprü. Keskeyde başka köprü bulmadı. Hem de tarabara bizning avul İskatava ko'cha bordi. Sonra endi krepostnoylar bilan aralashuv boshlandi. Nu hali ruxsat bergan vaqtlarda da agarda endi o'sha krepostnoylarning qizin olasi bo'lsa, yoki krepostnoy yigiti boshqalardan qiz olasi bo'lsa, bu o'sha tashkilotning prikazchiklari bilan suylashib, ularning ruxsati bilan bular uylana olganlar, kuyovga chiqarganlar. Hem de mana bir nega tap bo'ldi men mullani g'ayblab mana ustidan solib yozalar. Mutalapov mulla o'z bildigi bilan nikoh o'qidi deb. Mana shu krepostnoyga. Mana shulay etib, mana Ufaning muftiyina jiberdilar shu bu xatni. Şulay ona dendi yala bilgandir, aytolmayman, ne ulfat bor endi. Mana shulay etib bizning avul revolyutsiyaga kirib ketdi. 1992'da yarar alarni aytmayman. Revolyutsiyaga kirib ketdi. Ham endi 17-yilgi revolyutsiyani bizga menda Oqtanishdan kelib elim mullasi xabar etdi. Bu endi ko'rasang bizning azma ko'plar ne bo'lgandir endi aktiv bo'lib bergandir. G'ozdali mulla deylar buni. G'ozdali mulla kelib aytadi. Ham endi bunda qo'ya borganda bilmaylar. Atnaga shu G'ozdali mulla anlatib endi bunga yangilik kiritdi. Ham shundan so'ng endi boshlana bizning bunda Grandalar so'g'ushi. Grandalar so'g'ushida bizning Kaskay bunda shundan da o't ishida qola. Eli oklar alalar Kaskayni, eli qizillar alalar. Oklar algan vaqtda oklar armiyasini xalqni alalar, o'zlari olib ketadi. Qizillar algan vaqtda qizillar olib ketadi. Mana 18-yilda qizillarga 64 kishi olib ketadilar. Oklarga 28 kishi olib ketadilar. Barisi 92 kishi oldi. Ham sug'ish bitgandan so'ng mana 40'ı o'sha o'lib qola. Ishisi oklar bilan ketadi. Mana shu ishisining oklar bilan ketganining birsining yozmashin. Biz nihoyat bildik. U shu vaqtda ketib Germaniyada yashab yotgan bir bobay bo'ladi. Bu bobay bizning Shollodan u vaqtda nega Germaniyaga ekskursiyaga chiqib bor edi. Shunda chiqqanda bir babayni ko'ralar gostinitsa bo'yinda. Bu kunda bizning Tatarsha surishlar kelib o'tiradi vaqtlarida shunda qilyapti. Bir vaqtni bu ayta. Ularni siz qo'ying deydi. Ular aytar Tatarstondan "Ben qo'yansan ol." Qalanma, to'g'ri biz Sholdan. Bu babay Tatarstonga shamaysiz borasam. Olay ekan shu mening yoqlar to'g'ri ekan. Siz qo'yansan. Biz Oqtarishdan biz Sholdan deb ayta. Bizning yoqdan to'g'ri ekan shu. Siz qo'yasan babay.
Мен Октаныштан diye tегisi baba ekeyinde. Beydi kilgan yigitler birse bizning beytdi orabızda bizning bilen şey targan bir jigit var. Oktanyştan deyip koyan. Keskeylendi. Baba sizi kadar ve men demek keskeylendi. Kim deyip de balayını familyasını sayı. Farrakov. Mahal hatırlıyoruz. Bu benim inikasının malay balayında değil. Selam ederiz diye. Bu şunu kütüp birgen iki babay. Ne benim uyağım ise. Şöyle de yaklaşa. Bana 18. yılda gidip, baralarında şol nişe 84'lerden mi, 85'lerden mi baralar bular. Şollar. Bana şu vakitte indi sol çeşitli uzun babay dedikler. Ne oldu 18'de bizge karşı sıkışkan, 41'de bizge karşı sıkışkan, keşke babay. Ne yazmış? 21. yıl kavaşlık, keskeni uğramızmay, varınızda bile tanıdırsınız. 21. yılda kavaşlıkta, halak bit, onda aşıkana bilmeyi, bende hali tif avruda bitmek, baba avruda bitmek avulunu ala. Buna şu avrularda keskeden 446 kişi öyle. O vakitte indi keskede şol menge yakın halk bila. Bana yarısı öyle. Erten şirler keşke öyle. Indi balarını şol Karavoli deyler o vakitte Karavoli bila şunda koyup aslında ilerine kaytarmayınca avuldan iş kişini bililep balarını zirlerge şoydup iş babay balarını zirlep verirler. Birisi Habettin babay, birisi ne? Karar anlattım. Yok. Din İslam babay, din İslam babay. Birisi ne babay? Anlattım. Ne? Hatanca koydu. Bu Bronski magyalıda mı? Tuğel. Her birisi отдельно. Her birisine oynayayım ayı. Neler koyula mısın? Yok. Koyda bu ziyaratta mı ili? Bizning Kazkay yolunda birden bir ziyaret. Bu ziyaret uyuşa şu Kazkay banda koşkan emir. Kazkay banda koşkan bulup hesaplana 1775 yıllarda. Hem de banda taşlar boyunca 1782 yılda jirlengen tiplerine yazılı taşı var. Başkalarına yok. Bu Kargaz ırığına kirgen kişiler, başkırtlar. Usa tarafından taş koyganlar varsa da biz tapmadan bir türlü de taş işte bu anda ne olsun yazılı olsun. Bunlar уже kişi ko'tarmasa zo'r taşlar bo'lganlar. Biz marhum o'qituvchi Xomis abi bilan bahslashib berdik. Tosh o'smay o'ldi. Men ham o'sha Xomis abi. Men ham mana bu zo'r toshni bitni qabrning ustiga qo'yarga olar o'stirmaganlar. Qabrga qo'ygashlar ustidan deb şey birden bir qabrdik. No ziyoratda turib o'rin uloqda nasr bilan hamda mana shu sosloviy bilan qo'yilgan edi. Tiplerler, karipasnoylar mana bu boshda boshqirtlar qopqaning ikkinchi boshida tirnamas boshindagi. Mana hozirgina endi o'tdi. Hamda bizda maktab ochilmaydi. Evaluatsiyasi 1922 yilda bizda maktab ochildi. Hamda shu vaqtda mana to'xtala madrasada o'qitdilar. Manda iki madrasa bula, Kazkayda iki mahalla bilan qataba. Yuqorisidan o'zida bir mahalla ishtirlar, yuqorisidan o'zida shu ishqalar. Hamda madrasa bilan madrasada o'quvlar davom etadi. Hamda 22 yilda kelib madrasani yoqtirib, maktab ishtirlar. Birinchi martaba qo'yishdan kelib o'qita boshlaydi. Ham shu maktabni ularning tep o'qita taran o'rinlari bo'lmay, to'baroning iskiyida to'ykinsida o'qitalarda. Oqtanishda Volos uyusha. Oqtanish Volosi. Oqtanish Volosining prezidenti bo'lib, Kazkay ovuldan
Şeydek nesilinden Rahimcan degan abzay Şeydekov Rahimcan G'olibjon Rahimjon mana bir saydirlar. Hamda bu uzoq mundashlamay mana olalar minzalaga kanton bo'lar. Kanton ayishalar. Shu kanton bir saydirlar. Shu kanton bir saydir bo'lib bu kishi shunda minzalaga. Minzalada vaqtda 1927-yilda 27-yilda bizning Kashga o'g'il xalqi mana maktab salonida yordam etishini so'rab. Ham o'zining mumkinligi bilan Kashga o'g'ilda boshlang'ich maktab salonishi mana bunda büyük zo'r maktabiy ishlarni qarata. Bütün og'och materiallar berib, qolaylarim berib, piyolalarim berib, bütün qodag'ini tiklib berib, zakon prikaz yozib shu aytib Kashkada maktab tuzla boshlay. Ham endi 29-yilda o'sha Kashkaning o'zining maktabi bo'lib boshlang'ich maktab ochiladi Kashkada. G'ofurjon avziy. Bu şeydeki floralar bulgan sizleri. Onun bu ilisi bana asıl soğuşta gidip soğuşta kaydıp benim de yaşadı. Bu G'ofurjon avziy sonundan bu Mulla neslinde bulgaçtan rayon uyuşkaçtan 30-yılda minzalada onu almaylar bunda bulaşka. Hem de bu Şollaga gidip Shollada yaşap Shollada vafot bo'ladi. Endi onun enesini aytdim. Onun bir enesi 30-yilda hali. Bular rasulash etgancha minzaladan kelib Aqtarishda militsiya uyushtirib beradi. Minzaladan partiya vakili, minzala kantoni vakili bo'lib keladi. Mana shundaylar zotli naslari. Hamindalar bizda g'imir-g'imirga mullalar qashini alparlar. Hamda olim bilan bugungi kunda da bunda onoqlari qaysi birsining bor endi. Ko'pchiligini ularning repressiya bilan olib ketdilar, ko'pchiligini otdilar. Ham 37-yilda bizning Kashkaning ikki mahallasining da masjidning banarasini kesib, mana so'tib 30-yilda klub uyushtirdilar. Ham 30-yilda klub ishlay boshlaydi Kashkada. Ham so'shqa tikli Kashka bek kuchli kolxoz bo'la. U Safar sovxozi deyiladi, Safar sovxozina borib shunda ishlab beradi. Endi onsi so'g'ish vaqtida bizning so'g'ishga ketamiz. So'g'ish boshlaganda 142 xo'jalik bo'lar. Bunda 190 xo'jalik bo'lar. 930 kishi yashaydi. Endi 1948-yilda so'g'ishdan so'ng mana o'ylab qarang. 190 xo'jalikdan 142 xo'jalikdan qolgan bo'lar. O'sha 48 xo'jalik yo'qqa chiqadi. Ham 930 kishidan 613 ga qoladi. Bizning so'g'ishga borasi ketadilar 204 kishi. Shundan 89 ga aylanib qoladi. Mana 200 da yarısından ko'pisi halak bo'ladi. Mana men o'zimning o'sha halak bo'lganlarning o'rganish natijasida bor 80 ay 34-sinin qo'yda yerlanganliklari ham xabarlari topildi. Qolganlari bugungi kunda 81 kishining qo'yda yerlangani boladan menda inchik halak bo'lganlari bir o'g'la bilgan tugul, ham bular xabarsiz yo'qolganlar ismligida yuradilar. Bu so'g'ishda bizning Kashka o'g'lidan 3 kishi Qizil Yulduz ordeni bilan bilangan. Bir sani minimatkayim. Taqvatullah Xatmulla, ikkinchisi İbrahim Muhammad Nur, uchinchisi Gumirov Abuzar. Gumirov Abuzarni bilan turganda siz eshitibgina endi Oqtanishda yashadi, kino mexanik bo'ldi, Gumirga butun rayonda kino qo'yib berdi.
Şunысы қызық, мына şu үшісі de біздің туғандар алар. Әтке de hem теге ikisi de. Олар біз адан сөйлеп алмадық. Мына тағы нәрсе, сізді қызықсындыра. Мына мен... Әйге? Мына мен шушыларына yazıp kitap çıkardım. Bu indi benim 15 yıllık işim. Мен әлімінде бұны бірінші күні іштеген ем. Çünkü мұнда әлімен тіп yazdım өзім сөйлегенлеріне күні. Hem indi bundan tespit әліменің bari mınavında şecerelerim de. Bana şecereler işledim ben. Şecerelerini işledim. Ne şu zakonga doğru getirip algıyakta şecereni alıp barışı irler bitine bizden. İr atlarına yazıldı. Indi şecerede tilge alınmasa da ortkıyakta mınavında bana bu algıyaktaki ir atlarının halajifetleri onlardan tuğan bağlar. Qaysı yıllarda tuğanlar. Hem onlar eğer de köyü aşağı iken qaysı yılda nikahları var. Şularını yazdım. Bana şular bu işe ben bir kitap yazarım deganım. Lakin Qataydım bu qayında kitabı çıkarıga bir de aşırasım kelmey. Hem indi şularının başında bana nikahlar benim. Özüm bulgan tarihte arxivde bulgan bütün nikahlarını da ben perevod Tatarçaga aylantirib Qirg'iz avlidan bir jigit bitliq tarix bilan qiziqadi Ilgiz Salimgarayevdan. Mana shunga bugun misol sen kimda bo'lsa mana unda yozgan ekan. Qizi bilan kuyov chiqqan ekan. Men uni qo'ya chiqqanin, kimga chiqqanin, kimlar qatnashgan, kimlar tug'gan ekanini aytib bera olaman. Endi shu sayt men bütün ovulga shu bilan ishladim. Ovuldan Mishyanga ishlendi, ketgan kishiga ishlendi, kelgan kishiga ishlendi. Ham endi bugungi kunda ovulda bo'lmaganlarga da ishlendi. Mana hali bir yil bordim Ijovga. Ijovda anda Yo'ng'arish degan gazeta chiqadi. Shu Yo'ng'arishda ko'rdim, benim seni kashajrab qo'yandi, bir maqala. Bizning Abi Kaskay avulida tug'an, shundan ketgan ko'chib deydi, mana shuning to'rinda men buni topdim, ular beni. Shundan da ularning oilasi yashagan yurt o'rnida bildim. Bular 3 qiz bolalar, 2 qiz bolalar, bir malay bolalar. Mana malayi Hamid, Latifov Hamid. So'z qag'idada yo'q bo'la. Endi bularning etalarin repressiya bilan olib ketadilar. Sürgünga. Bular 2 qiz qolgan bolalar, inalari bilan 2 qizning birin 42-yilda, 47-yilda turmaga o'tirdilar. Ko'rasang bir uch ikmak ishindir. Uloqda shular bo'lib ketdi. Ham onun turunda bitta, shu bir qolgan qiz Egenci rayonda kuyovga chiqib shunda yashab yota. Mana shunda yozmishlar. Mana tegi 48 bitgan xo'jalik orasida mana bularning xo'jaliklari da var. Men shunga Yo'ng'arish gazetasida bular turida anlatma berib tag'in maqala yozdim. Ham endi aytdim, agarda qiziqsangiz, Kaskay o'rnida bilgan kishilar bo'lsa, men sizga har vaqtda yordam etaman, o'zingizning narsalaringizni bilasiz. Mana anları tag'in bir qiziqli aybar. Mana bu boshqa ovullarda elekki zamanga qaytsa endi elek bitinlik ko'pchilik shu o'qiy bilmagan. Tomba qo'ygan. Mana bu Qodaqay ovulida bütün kishining tomg'asi bo'lib turdi. Mana bu u tarifi. Ularni qirigan qo'yib qo'ygan, yo ostga qo'yib qo'ygan, yo shakli bo'lib qo'ygan boshini. Только u tarifi. Manda yil bir generatsiya ko'chinga degan fikr bor endi mening. Fikrga to'g'ri, bu chindan da shulay. Agarda endi qo'yishni qilsa, qo'yishda o'ltirilishi, ikkinchi turli shamatlik qo'yarim, yomonlikni qo'yarim, yo'ldoshni qo'yarim. Mana bu imanni mana biz shu Qodaqay boboyning odoqlari baribir bo'lib chiqadi. Kaskay bo'ldi turishlar. Tog'in narsa sizlarga.
yıl boyuna kitap çıkarу üstündeki neşen. Көп informasiya жыгам, näs көз алдыгызга китерегез. Siz bir dinde yazgan proyekt işleyen okuşular. Nindi hizmet koyulgan. Ol mene size ko'rsatdi bit. Kitap çıkargan. Ufaga bardığızma bu Ufa uyezdi bu. Әйе, менә ул безнең күпчелек данлар безнең Уфада. Уфада ул 1880 елга тикле булган архивлар Уфада сакланалар. Анда да инде күпчелеге булмады. 1860 ел белән 70 еллар арасындагы архивлар юк. Инде Казанга килгәндә 1880-дән алып 1917 елга тикле бар дигәннәр. 1880-дән 1900-га тикле булды. 1900-дән 1917 елга 17 елга булган данлар. 17 елның бары 7 елы гына бар. Менә шуннан мин уйнарга тиешендә. Һәм инде ул шушы 7 еллык кынадан кешенең әле реформациясында ничек ул нәрсәләр булганында белеп булмай бит. Һәм инде менә бабайлар бит алып барганнар Метрикада булган туганнар барлаганнар. Үлгәннәрне хисаплаганнар. Кемнәр өйләнгәннәр һәм кемнәр аерылганнар. Менә 4 төрле алар вазифа башкарганнар булалар. Һәм между прочим нык түгел алып барганнар алар бу эшне. Һәм аның белән алар ачып килгәннәр Уфадагы мөфтиятка. Аның өчен алар экзамен биргәннәр. Рус теленнән дә һәм инде менә шу данларны дөрес бирәбез дип тә инде. Менә алар бу метрика дигән дин буенча башланган 1828 елда буның указы чыккан башланырга дип. Но безнең бу Уфада ул 1860 еллардагы да нигенә бар инде. Һәм инде Совет власты урнашканнар 1929 елны чыга закон метрика ди метрикаларны. Менә түгел 100 ел бара. Һәм инде 1929-дан 37 елга тикле алып басалар да муллалар менә мәчетләрдә. Шуңдан бу үзләренең язмаларын юк итәргә булар мәҗбүр булалар. Менә